Soxta hujjat bilan avtomobil haydash haqida eshitganmisiz? Albatta yo'q, lekin sizga aytib bermoqchi bo'lgan bu hikoyamizda 17 yil davomida nafaqat avtomobil, balki samolyotni boshqargan uchuvchining litsenziyasi soxta bo'lib chiqqani haqida aytib beramiz. Bu xabar yolg'on, feyk yoki shunchaki hikoya emas, bo'lib o'tgan voqea do'stlar. Kanadada yirik aviatsiya mojarosi yuzaga keldi. Air Canada aviakompaniyasining sobiq kapitani Jeffrey Wall 17 yil davomida kerakli uchuvchilik litsenziyasiz yuzlab parvozlarni amalga oshirganlikda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda Al Jazeera xabar bermoqda. Ontario provinsiyasining Pil mintaqasi politsiya ma'lum qilishicha, 59 yoshli o'g'ilga nisbatan 4 oy davom etgan tergov yakunida firibgarlik va boshqa bir qator jinoyatlar bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u 2009-yildan 2025-yil davomida soxta uchuvchilik hujjatlaridan foydalangan holda naqd 900 dan ortiq ichki va xalqaro reyslarni amalga oshirgan. Bu faqatgina avtomobil yoki skuter boshqarmagan. Bu bir necha yuzlab, 500lab insonlarning hayotini xavf ostiga qo'yib, xalqaro reyslarni amalga oshirgan. Politsiya All Air Canada hamda fuqaro aviatsiyasi nazorat organlarini o'z malakasi haqida chalg'itganiga oid dalillarni qo'lga kiritganini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, u amaldagi tijoriy uchuvchilik litsenziyasiga ega bo'lgan, biroq yo'lovchi samolyotlar kapitani bo'lish uchun talab etiladigan eng yuqori darajadagi aviatransport litsenziyasini olmagan. Sobiq kapitanga nisbatan firibgarlik, qalbaki hujjatlardan foydalanish va yolg'on ma'lumotlarni tarqatish bo'yicha bir necha ayblovlar ilgari surilgan. Pil politsiyasi boshlig'i Nishan Turaybianning aytishicha, bu ish jamoatchilik ishonchi va aviatsiya xavfsizligiga oid jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Ayblovlar tasdiqlansa, gumonlanuvchi 900 dan ortiq ichki va tashqi reys davomida 100 minglab yo'lovchilarni xavf ostiga qo'ygan bo'ladi, deyiladi u. Shu bilan birgalikda bu davomda u qanchadan minglab dollarlar mablag'ni ham olganligi ma'lum bo'ladi. Shu bilan yangiliklarimiz, hikoyamiz, fikrlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Manba Daryo. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, o'zimizning gaplar kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Eng qiziqarli voqealar, yangiliklarni birinchilardan bizning kanalga tomosha qilishingiz mumkin.